Arxitektor sifatida gazoblok haqida fikringiz? Shu gazoblok hozirgi zamonaviy qurilishda keng qo'llanayotgan qurilish materiallaridan biri hisoblanadi. Uning afzalliklari yengil konstruktiv yechim, undan tashqari issiqlik izolyatsiyasi bo'yicha juda ham yaxshi o'zini ko'rsatyapti. Eng muhimi tezligi bo'yicha. Bugungi kunda qurilish uchun eng maqbul material nima deb ayta olasiz? Arxitektor nuqtai nazaridan bugungi kunda eng muqobil qurilish materiali deb aniq bitta mahsulotga ayta olmayman. Lekin to'g'ri yechim sifatida gazoblok tanlagan bo'lardim. Sababi binolarni hozirgi kunda juda ham tez qurish kerak bo'lyapti. Shuning uchun funksional jihatdan masalan gazoblok juda ham yaxshi. Arxitektor sifatida nima uchun aynan arton gazobloklarini tavsiya qilgan bo'lar edingiz? Birinchi o'rinda barqaror sifat zavod nazoratida bo'ladi. Mahalliy ishlab chiqarish, logistika bo'yicha ham juda ham qulay hisoblanadi. Keyin o'zim arxitektor sifatida eng yoqqan tarafi masalan O'zbekiston Respublikasini qurilish me'yoriy standartlariga juda ham mos keladi. Ertaga bu narsani ekspertizadan o'tkazayotganimda ishchi loyihani himoya qilish uchun menga ortiqcha anaqa bermaydi. Himoya qilishda yordam beradi.